Yo'q, bu so'qov somsa emas. Bu tandir gumma. Tandir gumma qaysi viloyat taomi ekanligini bilganlar kommentga yozsin. Xamirlari qarsildo, ichlari suvli, nimtatir achchig'i ham bor ekan. Ko'rinishidan xuddi o'zimizning so'qoq somsaga o'xshaydi, lekin mol go'shtida qilingan. Buni yana qapshirma gumma ham deyishar ekan. Narxi esa 15 ming. Bu gummani xorazmcha taomla tayyorlaydigan Sarbon kafesida qilishadi. Sarbon asosan alohida kabinkalarga ajratilgan. Tapchanli xonalar, stol-stulli xonalar bemalol banket va tug'ilgan kunlar o'tkazsa bo'ladi. Men bu yerda qazi tushunqasini ham yeb ko'rdim. Jabr erkaklar bob taom ekanda. Qaranglar birlagan quvvat turibdi. Bu noodatiy usulda pishirilgan taom ichida qazi, til va xaspi bo'lar ekan. Har bittasi yumshoq, xil-xil pishgan. Og'aynilar bilan kelganda o'rtaga bitta qo'ysanglar, maydalab o'tiraverasizlar. Shu turishi 150 ming so'm. 4-5 kishi bo'lib kelsanglar, mana shu mangal asortini yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Narxi 450 ming so'm. Bemalol 6 kishi ham to'ysa kerak. Har xil shashliklardan tashqari baliq ham bor ekan. Balig'i zo'r ekan, menga rosa yoqdi. Sarbon kafesi har kuni ertalab 11 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Kelishdan oldin joy bron qilib taomlarni zakaz qilib qo'ysanglar, kutib qolmaysizlar. Chunki tandir gumma zakazga qilinar ekan. Sarbon kafesi Hasanboy qurilish mollarini shundoqqina ro'parasida betonka yo'lni yuzida joylashgan. Bu videoni hamma xorazmliklarga yuborib qo'yinglar. Kelaverasizlar.